Oyoq uzatsa ham mana agar to'g'ri o'tirsa ham bemalol ekan-da. 86 boy. Do'stlar, hammaga salom. Bugun mana uzoq kutgan lotkamiz yetib keldi. Ustoz, YouTube uchun, YouTube'dagi muxlislar uchun videolarni. Mana yangi lotka keldi hozir. Tekshirib ko'rib, tekshirib bo'ldik. Pesalari bilan 1.20 ichki razmerini o'zi. İçki uzunluğu 3 metre, общий uzunluğu 4 metre. Juda yaxshi. Грузоподъемность 1 tonna oshiq, 30 tagacha motor объемы. G'ildirak anaqalar bilan keldi, kreslo, evakuatorlar bilan. Nomimizni spesial xaridor jo'natishlar ham kelgan. Xudo xolisa hamma narsasi bor, yaxshi. Yana bitta kreslosi bor, uni bu tarafga qo'ysak, xudo xolisa zo'r bo'ladi. O'tirib ko'ring-chi ustozim. Kresloga o'tirib qolgan ma'lumotlarni. Kresloga o'tirib beli og'rimaydi, charchamaysiz. Motorda oldida, ha? Motorda oldida haydashga ham qulay. Tek bemalol el oyoq olib ko'tarib olsak ham bo'lar ekan motor. Qanchaga tushdi, ustoz? 35 millionga tushdi, xudo xolisa. Kelishi bilan. Kelishi bilan kreslo, evakuator, mana bunaqa narsalar bilan birga. Yo'l kirasi ham ancha pulga bordi. Bu o'sha haybo uchun mo'ljallangan поставкami? Haybo. Shunaqa o'tqamiz do'stlar. Skat. Mana xarakteristikasini ko'rsatsang, o'zlari ko'pchilik bilib olishadi. Mana bu yerda yozib qo'ygan o'zlari pasportiga. Ustoz, ana uni ham aytib o'tib keting, konkursimiz o'sha ko'pchilik. Konkursimiz ko'pchilik xudo xolisa olg'a bosishyapti, lekin bitta narsa, shartlarimizga e'tiborli bo'linglar. YouTube, Telegram kanaliga obuna bo'lgan bo'lishlar kerak. 1000 ta like yig'sanglar ham, 2000 ta like yig'sanglar ham obuna bo'lmagan bo'lsanglar hisobga o'tmaydi. To'g'ri tushuninglar, baxtli bo'linglar.